Dunyoviy buyuk iqtisodshunoslar va ularning ta'limotlari nomli kitobdan parcha. Erkinlikning kuychisi, kapitalizmning himoyachisi, pulchilar eqimining otasi Milton Friedman. Bir shaxs, bir millat, bir jamiyat va bir davlatning kuchlik yoki ojiz bo'lishida men xarakterni muhim ekan deb qaraydigan bo'ldim. Ya'ni kishilik xarakter, milliy xarakter, jamiyatning xarakteri ham davlatning xarakteri ularning kuchlik yoki ojiz bo'lishida intayin muhim ekan. Xaraktersiz odamlarda muhabbat nafrat aniq bo'lmaydi. Ular kimlarning o'zlariga muhabbat ifodalab, mehribonlik qilayotganini, kimlarning o'zlariga ziyonliq ish va harakatda bo'layotganini tuymaydi. Ziyonkashlik qilayotganini tuygan taqdirdami, nacharlar bilan muloqotda bo'laveradi. Bu kang qo'saqliq emas, do'tlikdir. Xaraktersiz odamlar o'zlariga yaxshilik o'ylaydigan yaxshi kishilar bilan yomonlik o'ylaydigan va razillik qiladigan qurtlarni ayirmaydi. Yaxshilar bilan razillarni bir-biridan ayirmaslik kishilarni barobar ko'rganlik emas, balki o'zining putiga o'zi palto chepishdir. Xaraktersiz odamlar yana tuzko'r va bevafo bo'ladi. Bu ularning do'tligidan ham panqishligidan albatta. Bunday kishilar ma'lum mazgil asaroq kun o'tkazishi mumkin, ammo yaxshilar orzu qilgan kunni ko'ra olmaydi va yaxshilar yashagan hayotni hargiz yashay olmaydi. Xarakteri yo'q millatda ijtimoiy atmosfera bulg'angan bo'ladi. Kishilarning orasidan ar-nomus, hurmat va muhabbat ko'tarilib ketgan, shaxsiyatchilik, manmanchilik va manqurtlik ko'pib ketgan. Qisqasi, o'zidan yatlish eg'irlab ketgan bo'ladi. Bundaq millatda qandaqmi parlaq kelajak bo'lsin. Xarakteri yo'q jamiyatda xurofotlik, mazhabchilik, qulluq kuchayib ketgan, hayotlik qadrlanmaydigan, go'zallik so'yilmaydigan, buzuqchilik va taqsirkashlik, poraxo'rlik va adolatsizlik yamrab ketgan bo'ladi. Bundaq jamiyat yaxshilarni xor qilib, yaxshilikni chaylaydigan uchun u jamiyat zavollikqa yuz tutadi. Xarakteri yo'q davlatda xalqqa umid beradigan, ularni o'z ixtiyori bilan bir g'oyaning ostiga yig'adigan yuksak ma'nodagi maslak bo'lmaydi. Kishilarning so'z erkinligi cheklandi. Fuqarolik huquqi kafolatga ega bo'lmaydi. Ilm, ma'rifat, fan texnika rivojlanmaydi. Yangilik yaratish bo'lmaydi. Diplomatiyada to'g'ri xato, haq-nahaq prinsipi bo'yicha emas, foyda ziyon sharti bilan ish tutadi. Natijada bundaq davlatlardagi xalqning yo'shirin, ya'ni potensial kuchi eshilmaydi. Shunaqkan xarakteri yo'q davlat qandaq baxtiyor hayot va parlaq kelajak yarata olsin o'z fuqarolariga. Har qanday jamiyatni tashkil qiluvchi eng kichik birlik yakka shaxs bo'lib, hech kim o'zining qaysi jo'grafiyalik o'rinda, qaysi qavm va kimning oilasida bu dunyoga kelishini, ham qandaq ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy tuzumda yashashni tanlay olmaydi. Ammo bu xil tanlashlarning bo'lmasligiga qaramay, har bir kishi hayotda baxtli yashash, ya'ni arzu qilgandek yashashga intiladi. Garchi bu arzular rangaranglikka va ko'p xillikka ega bo'lsin. Yakka shaxsga statistikalik ko'z bilan qaraganda u bir shay'i, tak son bo'lgani bilan, ammo uningga ijtimoiy nuqtadan qaraganda uning oilasi tava bo'lgan qavm. Ular yashash jarayonida shakllantirgan urf-odat, tiklangan dunyo qarashlari bo'ladi va bular jamiyatda muayyan o'zgacha milliy madaniyatni shakllantirdi. Lekin bu madaniyatning o'zgarishi, ya'ni rivojlanishi yoki xaroblashishi shu jamiyatni idora qiluvchi hokimiyat va u yo'lga qo'ygan tuzum ham yurgizgan qonun tuzumlarga zo'r darajada bog'liq bo'ladi. Ya'ni bir davlatning hamda uningda yashaydigan xalqlarning xarakterini asosan aytganda shu davlat yurgizgan tuzum belgilaydi. Chunki yaxshi bir tuzum ilg'or bo'lgan ijtimoiy muhitni barliqqa keltirdi.
madaniyatni gullantirdi, fan texnikani taraqqiy qildirdi, iqtisodni ro'naq topqizdi. Umuman aytganda, insonlar jamiyatining taraqqiyot tarixida texmi yuksak bo'lgan sivilizatsiyani barliqqa keltirdi. Sivilizatsiyadagi buyuk ilgirlash hech qachon huquqni markazlashtirib olgan hokimiyatlardan kelmagan. Newton va Leibniz, Einstein va Bohr, Shakespeare, Milton ham Pasternak, Whitney, McCormick, Edison va Ford, Jane Addams, Florence Nightingale va Albert Schweitzer. Yuqorida aytilgan kishilarning hech biri hukumatning buyrug'iga asosan ish tutib, adabiy ijodiyatda, texniklik mumkinchilikda va insoniyatning azoblarini yengiltish jihatda yangi sahifalarni ochgani yo'q. Ularning muvaffaqiyatlari kishilik talantning yoki ko'p xillik va rangaranglikning mavjudligiga yo'l qo'yadigan ijtimoiy muhitda mustaqil va o'zgacha qarashda bo'la olganligining mahsulidir. Yuqoridagi so'zlar iqtisodshunos Milton Friedmanning 1962-yil nashr qilgan Kapitalizm va erkinlik degan kitobidan olingan bo'lib, u hukumatning emas, erkin bozorning xususlarning huquqini va sifatning o'lchamlarini kapolatga ega qilib, jamiyatga darajadan tashqari gullanishni olib keldiganligiga ishongan. Iqtisod, bozor va hukumat qatorliqlar ustida fikr yurgizganda, Milton Friedmanni uningdan taxminan 2 asr burun yashagan Adam Smith bilan maslakdosh deyishga bo'ladi. Bularning har ikkisi iqtisodiy faoliyatlarni o'z mayliga qo'yib o'tish, shaxslarning qaror chiqarishiga yo'l qo'yish hamda hukumatning ularga aralasha olmasligini tashabbus qilgan bo'lib, Adam Smith yashagan davrda sotsialistik inqiloblar yoki kommunizm harakati yuz bermagani uchun, ammo Milton Friedman kommunistik alla bilan demokratik alla uzun mazgil ro'bro turishgan davrni o'z beshidan o'tkazgan bo'lgani uchun u kapitalistik tuzumni shaxsiy erkinlikni kapolatga ega qiladigan ilg'or tuzum deb to'nagan. Bu jihatda uning qarashi uning ma'naviy yetakchisi, yana bir Nobel iqtisod mukofoti sohibi iqtisodshunos Frederick Hayekning qarashi bilan o'xshash bo'lib, bularning o'zaro do'stligi bizga buyuk kishilar masalani o'xshash nuqtadan tafakkur qiladi degan gapni aslatadi. Amerikalik iqtisodshunos 1976-yili o'zining iqtisod ilmidagi iste'mol analizi, pul tuzumining tarixi va nazariyasi, shundaqla iqtisodni turaqlashtirish siyosatining murakkabligini ko'rsatilganlik topisi uchun Nobel iqtisod mukofotiga erishgan hamda pulizm iqimining asoschisi atalgan Milton Friedman apandi 1912-yili New York shahrining Brooklyn bozorida dunyoga kelgan bo'lib, uning ota-onasi ayni chaqda Ukrainadan Amerikaga ko'chman bo'lib kelgan Yahudi ko'chmanlardan edi. U 15 yoshida Rutgers universitetiga o'qish mukofoti bilan qabul qilingan bo'lib, keyin dunyoga taniqli Chicago universitetining iqtisod fakultetidan magistraturani olgan. Milton Friedman o'qish bitirgan chaqlar Amerikada iqtisodiy bo'hron yuz bergan chaqlar bo'lib, uning xizmat tepishi qiyin tushgan. U o'zi orzu qilgan o'qituvchilik xizmatini topolmagan. Shuning bilan Roosevelt hukumatida iqtisodshunos bo'lib xizmatga tushgan. Ikkinchi dunyo urushi mazgilida Kolumbiya universiteti qaramog'idagi urush tadqiqot bo'limida ishlagan hamda 1946-yili iqtisod ilmi bo'yicha doktorlik unvonini olgan va shu yili Chicago universitetining iqtisod fakultetiga o'qituvchilik xizmatga tushib, shu yerda 30 yil xizmat qilgan. Bu jarayonda u erkin bozor egiligini yaqinlaydigan Chicago iqimini shakllantirgan. Amerikaning 35-navbatlik prezidenti, ayni chaqda Amerika jamiyatida ta'siri bor Irish millatidan kelib chiqqan Kennedy oilasida Bostonda dunyoga kelib, 1963-yil noyabrda 46 yoshida Texas shtatining Dallas shahrida suiqasdga uchrab qazo qilgan prezidenti John F. Kennedy Amerika tarixidagi eng yosh prezident ham talantli siyosiy rahbar bo'lish sifati bilan dunyoga mashhurdir. Uning buning so'zi Bostonga joylashgan markaziy hukumat ishxonasining va uning nomidagi muzeyning tomlariga yoziliq. Davlatingning sen uchun nima qilib bera oladiganini so'ramay, o'zingning davlating uchun nima qilib bera oladiganini so'ra. Kennedyning vazifaga o'tirish nutqida so'zlagan bu so'zni ko'pincha kishilar Prezident John Kennedy
Amerika yoshlarga vatanparvarlik tarbiyasi beribdi deb tushunadi. Ammo bu jumla Milton Friedmanga yoqmagan. Bu so'z erkin jamiyatlarda shaxslarning o'ynaydigan rolni hech nimaga arzimas deganlikdir deb qaragan. U mundaq deb yozgan. Hukumat shaxslarning xo'jayini bo'lmasligi, ham shaxslarni o'zlarini hukumatning chakiri deb tanımasligi kerak. Haqiqiy demokratiyada davlat faqat xalq orzu qilgani uchun mavjud. Hukumat puhralarning maqsadiga yetishga vositasi xolos deb yozgan. U yana iqtisodiy erkinlik bilan siyosiy erkinlikning o'rtasiga bog'lanishni ochiq ko'rsatgan bo'lib, erkin bozor xususiy va siyosiy erkinlikning asosi degan. Milton Friedmanning bu qarashlarining to'g'riligi, ya'ni bozor egiligi bilan siyosiy tuzumning munosabatining zich bo'ladiganligi, siyosiy jihatda demokratik, iqtisodiy jihatda xususiy mulkni qo'g'daydigan jamiyatlarda bozor egiligi jushulib rivojlanganligi, aksicha siyosiy jihatda hakim mutlaq iqtisodiy jihatda planliq egilik asosi o'rnida turgan jamiyatlarda bozormi planning ichida davlatning kontroli ostida bo'lgani uchun iqtisodning ojiz bo'lganligi amaliyotda o'z ifodasini tepib turibdi. Masalan, Amerika, Yaponiya va Shimoliy Koreya, Kuba qatorliq davlatlar yuqoridagi qarashlarga misol bo'la oladi. Milton Friedmanning qarashicha, kapitalistlik iqtisodiy tuzum bilan erkin bozor organik birlikka ega bo'lib, bularning siyosiy jihatdagi erkinlikni barliqqa keltirdi. Ya'ni sog'lom bo'lgan xususiylik tabiiy yo'sinda hokimiyat apparatlarining huquqni suiiste'mol qilib xalq ommasini chaylishni cheklaydi. Kunimizda Milton Friedmanning bu e'tiqodlari o'zining to'g'riligini ko'rsatmoqda. Ya'ni xususiy eglikning kuchayib ketishidan qo'rqqan hokim mutlaq davlatlar xususiy eglikning bo'ynini siqmoqda. Monopoliya va savdoda cheklama qo'yish eg'ir bo'lgan davlatlarda bir taraflamalik, adolatsizlik va kamsitish osonlik shakllanib qoladi. Chunki hokimiyat beshidagilar o'zining yaqinlariga yoki o'zining tavig'ini yalaydiganlarga savdo tijorat jihati imtiyozlarni berdi-da, natijada boshqa nurg'un avomdan alohida ustunlikka ega bo'lgan bir to'p shakllandi. Agar bu to'p muayyan irqiy, diniy yoki ijtimoiy xususiyatga ega bo'lgan bo'lsa, u holda bu hokimiyatning boshqalarga qaratgan milliy, diniy va irqiy kamsitishi bo'lib ifodalandi. Milton Friedmanning qarashicha, haqiqiy ma'nodagi bozorligida iqtisodiy unumdorlik kishilarning milliy, diniy va irqiy jihatdagi xosligi bilan hisoblashmaydi. Bozordagi bolkin setvoqchi kishi bug'doyni terg'ichining qortanlikmi, oqtanlikmi, xristianmi yoki yahudimi bularni bilmaydi. Ya'ni ular bilan hisoblashmaydi. U yana bozorda tijorat qilgan irqchi, millatchi savdogarga qaraganda irqchilik qilmaydigan savdogar tijoratda ustunlikka ega bo'ladi deb qaragan. 1929-yil yuz bergan iqtisodiy bo'hronni kishilar asosan degidek iqtisodiy faoliyatlarni o'z mayliga qo'yib atganlikdan deb qarashdi. Bu deganlik klassik iqtisodshunoslarning bozorni erkin qo'yib atganda iqtisodning o'zida mas'ul ko'rilsa o'zi tangshalaydi degan ko'z qarashni xato deganlikdir. Milton Friedman bu masalada butun sababni hukumatning iqtidorsizligidan, ya'ni iqtisodni boshqarishni bilmaganligidan deb qaragan. Ya'ni u Amerikaning 1867-yildan 1960-yilgacha bo'lgan taxminan bir asrlik bank tuzumini tadqiq qilish orqali iqtisodiy bo'hronning kelib chiqishda hukumatning iqtisodni pul bilan ta'minlash miqdorini yetarli oshirmaganligi sababli banklarning vayron bo'lishidan kelib chiqqan degan yakunni chiqargan. Ya'ni bir necha huquqli kishining tadbirsizligidan necha millionlagan avom azobga duchor bo'lgan. Friedmanning qarashicha, har qanday jamiyatda iqtisodiy faoliyatlarni tashkillashning ikki yo'li bor bo'lib, uning biri markazlashtirish va majburlash, ya'ni biri tovar va mulozimatlarning almashtirilishi uchun bozor barpo qilishdir. U yana kapitalistik jamiyatlarda tengsizlik yenikroq bo'ladi. Chunki kapitalistik jamiyatlarning eng tuvan qatlamida yashaydigan kishilarning hol ahvoli ulardan bir asr ilgari yashagan yuqori qatlam kishilarnikidan yaxshi. Bir shaxs kapitalist jamiyatda qarmoq ro'naq topolmagandek ko'rinsa-mu, u yana nurg'un jihatdan bu jamiyatning yaxshiligiga noil bo'ladi. Buning aksicha, tabiiy tuzumidagi va yoki sotsialistik jamiyatlarda butun afzallik yuqori qatlamdagi huquqlar osonlik kishilarga mansub bo'ladi deb ko'rsatgan. Agar bu so'zlarni realligimizga dunyoga bog'lab tushunsak,
Milton Friedmanning bu so'zlarini o'rinliq deb his qilamiz, albatta. Milton Friedman erkinlik bilan barobarlikning ichida erkinlikni birinchi o'ringa, barobarlikni ikkinchi o'ringa qo'ygan. Uning qarashicha, erkinlik falsafasining mohiyati huquq va fursatlarda barobar bo'lish masalasi bo'lib, u hargizmi kishilar boylik jihatdan tang, ya'ni barobar bo'lish kerak deganini ko'rsatmaydi. Agar kapitalistik tuzumda hamma odam boy bo'lsa, bu kapitalistik tuzum baxsh etgan erkinlikning mahsuli bo'lib, hargiz uning maqsadi emas. Erkin bo'lgan kapitalistik tuzumning adoqiy maqsadi shaxslarning erkinligidir deb ko'rsatgan. Qisqasi, Milton Friedman kapitalistik tuzum elib kelgan gullanish kishilarning moddiy jihatdagi bayoshatligi, pul jihatdagi boyligi emas, balki ularning o'zlari xohlagan shaklda yashash, ya'ni o'zlari bo'lib yashash erkinligidir deb ko'rsatgan. Shaxsan men kishilarning, millatlarning, xalqlarning o'zlari bo'lib yashash huquqining bo'lishini insoniyat jamiyatining taraqqiyotiga buyuk yuksalish deb qarayman. Chunki 21-asrda zulm va tengsizlik dunyoning ba'zi yerlarida yanada mavjud. Mushu ma'noda olganda butun insoniyat hammaga o'rtaq bo'lgan sivilizatsiyadan texi ko'p yiroq. Dunyoga dаңliq iqtisodshunos jurnali tarafidan 20-asrning keyingi yarmida dunyoga ko'rsatgan ta'siri zo'r bo'lgan iqtisodshunos deb ta'riflangan Milton Friedmanning iqtisod ilmiga qo'shgan tuhfasini uning yuqorida bayon qilib o'tgan kapitalistik tuzumning va erkin bozorning kuychisi bo'lishi hamda 1929-yildagi iqtisodiy bo'hronning sabablarini o'zgacha tushuntirishdan boshqa yana uning tuvandagi ta'limotlarga yig'inchoqlashga bo'ladi. Milton Friedman 2 dunyo urushi mezgilida Amerika hukumat tarmog'ida iqtisodshunos bo'lib ishlayotganda meditsina sohasida xizmat qilgan kasbiy xodimlarning kirimini tadqiq qilgan bo'lib, tish doktorlariga qaraganda badan doktorlarining monopoliya kuchining ta'siridan kirimining yuqori bo'lganligini bayqagan. Bu haqdagi izlanishlarning mahsuli bo'lgan kitobini 2 dunyo urushi oxirlashgandan keyin e'lon qilgan bo'lib, u bu kitobda mangulik kirim va o'tkinchi kirim hukmlarini tanishtirgan va mush asosda mangulik kirim qiyosini o'tirib qo'ygan. Milton Friedmanning tushuntirishicha, mangulik kirim iste'molchi bir umrida kutgan va planlagan kirim bo'lib, u iste'molchilarning amaliy mablag'i bilan odam kuchi boyligi tarafidan belgilandi. Chunki bu ikkisi iste'molchining hayotida kirimga erishish qobiliyatiga kuchli ta'sir ko'rsatadi. O'tkinchi kirim bo'lsa, iste'molchi kutmagan, o'ylamagan yoki planlamagan kirim. Masalan, loteriya, mukofot, hadiya va yordam qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Mangulik kirim qiyosi uzun mazgilni ko'z tutganda, kishilar o'zlarining kirimining o'ttirchi qiymatining qanchalik bo'lganligi haqida muayyan tushunchaga ega bo'lgan bo'ladi. Shunga ular ahvoli yaxshi chaqlarda to'plagan pullarni ahvoli nachar chaqlarda ishiltish orqali o'zlarining umrlik iste'molini tartibli holda ilib boradi, ya'ni o'zining iste'molini siyliqlashtiradi. Hargiz barda poldron, yo'qqa qarab o'ltiring yo'lini tutmaydi. Ya'ni bu qiyos kishilarning iste'moli ularning mangulik kirimining turaqliq nisbatini yoki turaqliq qismini tashkil qiladi. O'tkinchi kirimdagi o'zgarish kishilarning uzun muddatlik iste'mol harakatiga ta'sir ko'rsatmaydi deganni imo qiladi. Ikkinchi bir turli qilib aytganda, kishilarning kirimi mangulik kirim va o'tkinchi kirim degan ikki qismdan tarkib topgan bo'ladi. Kishilarning iste'moli ularning mangulik kirimidagi o'zgarishga inkas qaytardi-yu, ammo o'tkinchi kirimdagi o'zgarishga inkas qaytarmaydi. Milton Friedman davlatning iqtisodga aralashishini tashabbus qilgan Keynesizm ta'limotiga qarshi bo'lib, u o'zining 1956-yilda nashr qilgan kitobi Pulning miqdori nazariyasi qayta bayon degan kitobida Keynesizm ta'limotiga qarshi hujum o'tgan. Pulning miqdori nazariyasi yangi ta'limot emas, ammo Milton Friedman uni betgan. Bu nazariyaning asosiy mazmuni bunday. Iqtisodga pulning miqdorini uning obirtdagi aylanish tezligi, ya'ni sur'atiga ko'paytganda, bu miqdor iqtisodiy faoliyatlarda setilgan tovarlarning miqdoriga ularning bahosini ko'paytganga teng bo'ladi. Ya'ni buni formula orqali ifodalasak mundaq bo'ladi. Bu mazmunlar qisqartirildi. Ammo kitobda bor. Keynes pulning aylanish sur'atini turaqsiz deb qaragan bo'lsa, Milton Friedman uni turaqliq deb qaragan hamda bahoning ishini keltirib chiqardigini iqtisoddagi pul miqdorining ko'payishidir degan. Milton Friedman yana ishsizlik ham pul paxalligining o'rtasidagi munosabatni tadqiq qilgan bo'lib, u uzun muddatni o'ylashganda
pul paxallig'ining ishsizlik ta'siri yo'q deb yakun chiqargan. Meningcha uning bu yakuni aqlga muvofiq deb ketgil bo'lmaydi. Chunki u bu yakunni sanoatlish bo'lgan g'arbdagi 7 davlatning 20 yildan ortiq vaqt ichidagi ishsizlik nisbati va pul paxalligi nisbatini kuzatibla chiqargan. Ammo u pul paxalligi va ishsizlikning iqtisodiy taraqqiyot to'van jamiyatlardagi xalqning turmushiga ko'rsatilgan ajallik ta'sirini nazarga olmagan.